yaxshi rassomlar bir-biridan ko'chiradi, buyuklari nagli o'g'irlaydi degan ekan Picasso. Bu nagli o'g'irlashni bir ko'rinishi bo'lmasa nima deysiz endi buni? Korpusi, dizayni, menyulargacha o'g'irlab, yana yetmasdan endi nomini ham xuddi shunday qo'yib qo'ygan bo'lsa, atay miyda Amerikaga kirgizmagan uchun qilyaptimi? O'zlari ham tan olgan. Bu endi menimcha buni falsafasi ixtiro bo'lgan narsani qaytadan ixtiro qilib nima qilamiz desa kerak-da, ko'chirib qo'ya qoladi-da. Xitoyga nima farqi bor litsenziyasi o'tmagandan keyin? Qarang, endi bo'pti ko'chiribsan. Apple'ga alam qiladigan. Qoyil qolish kerak. Ko'chirdi, ko'chirganda undan ham zo'r, Apple'dan ham zo'r qilib chiqarganmiz. Endi bu ekran kelajakda qanchalik foyda bo'ladi bilmadim. Uni vaqt ko'rsatadi, lekin kamera zoomlarini tekshiramiz. Endi ham AI tanalashtirish bo'lsa kerak. Bundan so'ng intellekt to'g'riladi.